Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Maftun opa, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi ishlar bilan? Yaxshi, rahmat. Maftun opa, siz bilan ayni damda Qalb satrlari loyihasi ijodkorlari bog'lanishmoqda. Bugungi Shukrona kuningiz, qutlug' tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin opajon. Rahmat, kattakon. Bugun kun davomida sizga telefon qilib tusha olmadik nimagadir. O'zi ko'p telefonlar bo'ldi, ko'p tabriklar bo'ldi bugun. Yo'lda edimda. Yana sizga tabriklar kelgan opajon. Eng go'zal kuningiz uchun mana shunday fayzli ayyomda sizni chin qalbidan ardoqlaydigan, sizga hamisha suyanchiq bo'la oladigan mehribon va juda qadrli insonlaringiz bor ekan. Bizga murojaat qilishgandi ulardan bittasi. Endi yaqin qadrdon insonlar juda ko'p. Ertalabdan beri ko'p tabriklar bo'ldi. Endi qarindoshlarim bor, dugonalarim bor, tamojniy postda ishlaydigan kollektivim bor. Juda ham yaxshi. Maftun opajon, aynan ishxonangizdan kim bo'lishi mumkin? Birorta taxminingiz bormi? Ishxonamda endi hammaligi bo'lishi mumkin. Qaysi birini bilmadim. Gulbahor opa bor. Nodira Kennayi bor, Muharram opa bor, ko'pchilik. Ocha opa bor. Tushunarli. Maftun opa, bu safargi tabriknomani sizga bu ham hamkasb opajoningiz bo'larkan, Tursunoyxon opa nomlaridan bizga tabriknoma matnlari, she'rlari kelgan. Rahmat. Sog' bo'lsinlar. Rahmat shunchalik e'tibor uchun. Opajon, endi ijozat bersangiz ularni ko'ngil tublaridan yo'llagan eng go'zal tilaklarini ham, samimiy maktublarini ham o'qib eshittirsam, birozgina vaqt ajrata olasizmi? Albatta. Juda ham yaxshi. Mening ishxonadagi qadrli, g'ayratli, nazokatli va latofatli hamkasbim go'zal Maftuna. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Siz bizning jamoamizning guli, o'z ishining haqiqiy ustasi va qalbi toza, oqibatli insonsiz. Sizdek hamkasbni uchratganimdan hamisha faxrlanaman va xursandman. Ilohim, yuzingizdagi mana shunday samimiy tabassum va ko'zlaringizdagi quvonch nuri hech qachon so'nmasin. Allohim sizni mana shunday chiroyli fazilatlaringiz, go'zal qalbingiz uchun mukofotlab muqaddas Ka'batullohlarni ziyorat qilishni, go'zal haj va umra safarlariga borishni nasib aylasin. Joynamoz ustida qilgan ezgu duolaringiz ijobat bo'lsin. Oilangiz baxtiga, sizni qadrlaydigan yaqinlaringiz baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, deya dil izhorlariga yakun yasabdilar opajon. Rahmat. Juda ham chiroyli tabrik bo'ldi. Rahmat kattakon. Juda ham yaxshi. Tabassum yarashar ayol yuziga. Quloq tuting gar g'am cheksa oxiga. Ayolni qadrlang, ayolni asrang, aslo ozor bermang ayol zotiga. Axir ayol ona, mehribon singil. Gar ayol bo'lmasa to'lmaydi ko'ngil. Ayol qalbi nozik, misoli bir gul, aslo ozor bermang ayol zotiga. Istasa bir chimdim mehr istaydi. O'zi mehr bersa minnat qilmaydi. Ranjitmang, ko'ngliga qil ham sig'maydi, aslo ozor bermang ayol zotiga. deya dil izhorlariga, she'riy satrlariga ham yakun yasabdi opajon. Rahmat, juda ham chiroyli tabrik bo'ldi, juda ham chiroyli she'rlar, juda ham chiroyli tilaklar. Avvalambor Tursunoy opaga ham, qolgan kollektiv ayollarga, qizlarga hammaligiga kattakon rahmat. Doim mana shunday ahil, inoq va birgalikda hali uzoq yillar davomida birga ishlash nasib qilsin. Tursunoy opaning ham nima orzu havaslari bo'lsa, hamma orzu niyatlariga yetishsin. Rahmat Maftun opa, fursatdan foydalanib yana bir bora biz ham tug'ilgan kuningiz bilan, tavallud ayyomingiz bilan tabriklaymiz. 100 yosh bilan yuzlashib yuring opajon. Ilohim, bundan keyingi tavallud ayyomlaringizda, 100 yoshlaringizda ham sizga qo'ng'iroq qilib, sizni xursand qilishlik bizga ham nasib qilsin opajonim. Sizlarga ham kattakon rahmat. Juda ham chiroyli tabriklar tayyorlab, shunchalik menga yetkazganlaring uchun ishlaringga rivoj bersin. Doim sog' salomat bo'linglar. Rahmat kattakon. Yerining datta g'ubinay g'azal, tarif ko'p aytaveru. Sözüm suluğap qara gözlüm, suluğap qara gözlüm. Mağan, jirgin betinde var goy
birodar